Ana qishloq. Va nihoyat qishloqni topdim. Men bu qishloqni topdim. Hop, qani kelamiz. Sekin mashinani shuyoqqa qo'yaman. Hop, kaltini olish esidan chiqib qolibdi. Kaltini olamiz. Hop, bo'ldi. Hop, xush kelibsiz. 67-qishloq. Meni yangi qishlog'im. Hop, yaxshi, albatta jitellar nimadir qilishyapti. Hop, men bitta jitellar oldiga borib so'ray, meni qaysidir uyga joylashtirsam bo'lsam, ozgincha pul nimadir berib, yangi uy sotib olaman bu qishloqdan. Xo'sh, hozir ko'raychi, bittasi bilan gaplashib ko'raman. Xo'p, mana jitel. Menga qarab bor. Men chaqirasanmi? Yaxshi. Короче, qalaysan, yaxshimisan? Men bu qishloqqa yangi keldim. Hali bu yerda nimalar, kimlar bilan tanishib chiqishim kerak, kimlar bilandir. Короче, men bitta masala senga anaqa nima bo'ladi. Gapiraman, короче, menga bitta uy kerak yashab turishga. Men bu yerda uy sotib olmoqchiman o'zimga. Uylar necha pul sizlardan? Uylar 300 dollarda. Bo'ldi, meni pulim yetadi unga. Xo'p, mayli, men короче o'sha bitta uylardan sotib olaman. Menga qurib turasan shunaqa vashcha dahshat uydan. Bo'ldi, gap yo'q. Bo'ldimi? Xo'p, bo'pti, kelishdik. Bu yerda yashab turishga uy bormi? Bor, yur orqamdan. Ketingdan boring. Okey. Yur bu yoqda. Qani? Qayoqqa olib ketyapsan endi? Yur, hozir ko'rasan. Hop, mana kelyapman. Hop. Qayoqqa ketyapsan? Mana shu uxlab tursam bo'ladi. Mashina? Bismilgacha. Qani? Yashab turishga bo'ladi, narvani. Xo'p, qara, men senga pul, короче, menga yangi uy qurib beringlar, ammo bo'ldi. Ertaga gaplashamiz yana. Hamma bilan tanishib chiqib, u yoq qilaman. Bo'pti, xayr. Yaxshi dam. Kim taqillatyapti? Voy, urma meni. Jonkam qopdi. Kechasi bilan qo'rqib qolibdi-ku. Ho, nima deysan? Yana sanmi? Uy tayyor bo'ldimi? Davay. Voy, turishim bilan o'sha yaxshi yangilik-ku. Mana bu bitta uying, mana mana shu. Qaysi? Mashina? Mana. Da shu. Qani ko'ramiz, kiraylik, kir. Hop, mana shu sharoitlarda. Mashina uyi. Pulingga arziydi. Xo'p, yaxshi ko'rib chiqamiz qani. Televizorlar ham bor. O'tirib televizor ko'rsa ham bo'lar ekan. Bu mamlaqa narsalar ham bor ekan. Vashshi kattakon rahmat senga, vashshi sharoitlar zo'r ekan, men bilan qarashlar ham bor ekan. Xo'p, seni isming nima? Men Guruzot tashyapman. Urmay. Tashyapman, xursandman. Xo'p, men qishloqqa keldim aytganimda, hamma bilan ko'rishib, yana tanish bilish o'tirishim kerak. Короче, xo'p, yaxshi. Bo'pti. Uyga qaranglar, mana bunaqa narsalar bor ekan. Mana ham bor ekan. Divanlari ham vashshi zo'r ekan. Men ovqatlab olishim kerak tezroq. Xo'p, tashqariga chiqib, tashqarida nimalar ekan? Xo'p, mana bitta ko'ramiz. Bu yerda yo'q, qanaqadir joy. Mana bitta shunaqa. Qalaysizlar, bratlar? Mana bitta ekinlari bor ekan. Voy, vashshi. Roj qo'ymas ekan-da. Bu yerda gullik qo'yibdi. Mana bitta quduq bor ekan. Mana bitta narsadagi sandiqda nima bor ekan? Vau! Narsalar bor ekan, mayli olmaymiz. Biror narsasi. Bilat qochib turing, mashqqa kirib bitta ko'rib oling. Qochib turing. Siz nima kutubxonachimisiz? Kitoblaringiz ko'p ekan. Mayli, bu yerda o'tirib kitob o'qishsa kerak. Hop, mayli. Xo'sh, yaxshi. Mana agarotdan qaranglar, vashshi ko'p ekan bularga. Xo'p. Mana bitta ish ko'rishmashdi. Ikkita sandiq bor ekan, nima ekan bo'ladi? Ish buyumlar, ekinlar. Ekinda mana bunaqa narsalar bor ekan. Narsalar. Qani bitta ish bajarib ko'ramiz. Mana уже boshlab ketdi. Vashshi dehqonchi bo'lsa kerak men bilan. Vashshi ko'p polizlar bor ekan. Hammasini olib chiqamiz. Qani bitta. Hech kim olmabdi-yu bular, уже pishib ketibdi vashshi. Shundan qaytadan ekib qo'yamiz. Hop, endi kartoshkani ekamiz. Mana shuni yeb olsam, bo'ldi. Ozgincha yeb olaman.
Hop bo'ldi. O mamutni ham olib chiqamiz hammasi. O tez. Voshie tez olib chiqaman hammasini. O mana. Bu to'g'rilab qo'yamiz. Hop. O mana. Voshie yo'q. Ochiq emas ekan bular. Voy, bu shu ikkita kartoshka bo'ldi. Yaxshi. Bularni ekib qo'yamiz. Bularni mana. Hop, bo'ldi. Men hammasini ekib chiqdim. Voshie dahshat ekan. Bu qishloq menga yoqdi. Hop, bu yerga buni qo'yib qo'yamiz va bu yerga hamma narsalarni. Xo'sh, bo'ldi, qani. Qalaysiz, brat, ikkita brat, mayli, ish chiqib qoldi shekilli, tez ketyapti. Hop, brat, qalaysiz, ismingiz yaxshimi? Ismingiz nima? Abdurahmon. O, yaxshi. Menga gruzut tashgandan xursandman. Yaxshi. O, mamutni urib chiqishibdi, mana bunaqa narsalar bilan zombilar kirmasligi uchun. Bunaqa chiroyli ham qo'yishibdi. Yaxshi. Endi uyimga borib, sekin dam olsam ham bo'ladi endi. Hamma bilan tanishib chiqdim, uje почти hamma bilan. Uyimga kiraman va mana ozgincha televizor ko'rib o'tiraman. Televizor ham ko'rib oldim. Hop, mayli. Endi mazza qilib dam olsam ham bo'ladi. Hop, mayli, endi bu qishloqda yana yangi videolarni olishdan to'xtamayman.